Tövendeki misalda men radioningki ovozini cho'ngaytirish uskunsini yasayman. Buningda bir qancha qurol ishlatma, ya'ni tekis quroli, tanlash quroli, yo'l quroli, undan keyin bir qancha unum ishlatma, ko'langa qapartim shakl chiqarish unumlari degandek. Navbatki maydondan birinchi bo'lib chambar shakllik bir dona rayon tanlayman. Buning cho'ng kichikligini o'zimiz muvofiq tanishaymiz. O'rinni muvofiq tanishib, tahrirlashdan ko'chirish, undan keyin chaplashdan asldagi o'ringa chaplash degan buyruqni ijro qilaman. Bu vaqtda bir dona qavat ko'paydi, ya'ni chambar shakllik bir dona qavat. Mush qavatning ustida mousening o'ng knopkasini chekib, chiqqan tartibni tizimlikdan aralashma unum berish degan buyruqni ijro qilaman. Undan ko'langa unum beraman. Ko'langa unum bergan vaqtida bu adaddan ziyod qapartim shaklida chiqadi. Buning sababi ikki, birsi qimmati cho'ng, yana birsi rang adaddan ziyod qiynoq. Davos men bu rangni tanlab, oxirgi ko'rinishning rangi bo'yicha muvofiq holatda qiynoqlashtirib, rangni bekitaman. Ondan orliqni o'ch, cho'ng kichiklikni o'ch qilib bekitaman. Bunda vaqtida yerimi ko'rinib, yerim ko'rinmaydi. Agar orliqni bir qilib qo'ysam, ham yerda ko'rindi, ammo toza o'lchamlik chiqmaydi. Shuning uchun orliq o'ch, cho'ng kichiklik o'ch qilib bekitdim. Jazmlashtirdim. Ondan ikkinchi bosqichda yana bir dona chambar shakllik rayon tanlayman. Buni o'zimiz muvofiq qilib tanlaymiz. Cho'ng kichikligi o'rni jihatdan muvofiqlashtirgandan keyin ko'chirdim. Mushu o'ringa qanday qilaman? Asldagi o'ringa chaplash degan buyruq bo'yicha asldagi o'ringa chaplab, ustingi qavatga kelib beraman. Ondan mousening o'ng knopkasini chekib, aralashma unum berish degan turdan ko'langa unum beraman. Buning kelgan vaqtida unumni muvofiq tanishayman. Rang oltini tanishidim. 1 3 olsun. Rangni biroz qiynoq qilib qo'yaylik. Rang biroz qiynoq olsun. Jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan keyin bu hozir biroz cho'ng menga. Navbat ko'rinish biroz cho'ngkan, unda o'z bu qurolni tanlab, knopka taqsining Ctrl T-ni bosib, biroz kichiklatdim. Kichiklatdim, o'lchamlik bo'ldi degandan keyin knopka taqsining enterini urdim. Ondan unumning ichiga kirsam, 1 3 75 ga men 65 6 ga kelib qo'yay. 75 bo'lsin. Ondan navbat qilgan bosqichni ikki xil usul bilan qila olaman. Birisi cho'ng chambarni yoki kichik chambarni tanlab, knopka taqsining Ctrl-ni bosdim. Ondan bu qavatni mousening so'l knopkasi bilan cheksam tanlandi. Tanlab, mush tanlash rayonini yo'lga aylantirish. Bu yerda yo'lning ichiga kirsam, bu yerda tanlash rayonini yo'lga aylantirish degan buyruq bor. Buning orqali qilsam bo'ldi. Buning biroz avarchiligi bor. Ya'ni toz o'lchamlik chiqmaydigan ishlar bo'ladi. Buni muvofiq tanishadigan yerlarimiz bor. Hozircha bu misol munosabatsiz, shuni buni olib qo'yib turdim. Mushkul usulni qo'llansak bo'ldi. Ikkinchisi, shakl sizish qurolining ichiga kirib, ichiga to'ldirilgan rangni etib o'tgandan keyin, ondan chambar shakllik tanlash quroli bilan birdan chambar sizish. Muvofiq holatdagi cho'nglikdagi chambardan birini sizib, buning o'rnini tanishib, bu xil holatda yo'l hosil qilish. Bu ikkilisi bo'lgan usullar. Hamda bu yo'lni hosil qilib olganning yoqi qurolning ichidan tekis qurolni tanlab, yo'lning ustiga kelsam, mush yo'lni bo'ylab xat yozilgan holat ko'tadi. Bu yerga chekib birma. Ondan bir narsaga diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni yozilayotgan xatninki xat nusxasi o'lchamli bo'lishi kerak. O'lchamsiz bo'lsa, loyiharimiz yaxshi chiqmaydi. Bu xil xatni bo'ladi odatda. Yoki bo'lmasa Microsoft'ninki UI Bold degan xat nusxasini tanlaylik, ondan knopka taqsining i'ni bosaman. Bo'ldi ekan, hozir 5 6 7 8 9 tal qilaylik. Ondan bu xatni tanlab, xat tahrirlash degan o'rindan har bir harfning orlig'ini muvofiq tanishib qo'yaman. Ondan tekst tahrirlashim mushakchi bo'ldi. Bu vaqtda xatning ustida, harfning ustida chekit turganini ko'raman. Men bu chekitni chiqarib o'tishim kerak. Ba'zi xat nusxalarda bu chekit chiqmaydi, texnik yaxshi, ammo biz tanlaganda chiqib qoldi. Shuni buni o'chirib o'tishimiz kerak. Mousening o'ng knopkasini yo'lning ustida chekib, chiqqan tartibdan yo'lni tanlashga aylantirib o'tish degan buyruqni ijro qilaman. Ondan tanlashdan ichiga kirib, tanlash rayonini o'zgartirish degan bir buyruq bor. Buni ijro qilib, cho'ngaytdim. Muvofiq holat cho'ngaytgandan keyin knopka taqsining enterni urdim. Ondan keyin ta'tir tanlash buyrug'ini ishlatdim. Ta'tir tanlash.
ta'tir tanlab bo'lgandan keyin mush xatning ustidagi chekitlarni o'chirdim. Biroq xatni o'chirib bo'lmaydi. Xatni tanlash bilan o'chirib bo'lmaydi. Shuning uchun qavatni chekirib, navbatga xat qavatni rasm qavatiga aylantirib. Buni rasm qavatiga aylantirib turgan buyruqni ma'vo xat ramkasining navbatga ma'vo tekstning ustiga cheksak chiqadigan tizimlik bilan chiqmaydi. Ism bayaga chekimiz, ma'vo so'ng knopkasini chekdim. Chiqqan tortgan tizimlikdan qavat, ya'ni xat qavatini rasm qavatiga aylantirish degan buyruqni ijro qildim. Bo'ldi. Hozir ta'tir tanlash holatida unda bo'lsa knopka taqsini delete ni bassam, chekitlar o'chgan bo'ldi. Ctrl D o'rinni muvofiq tangshayli. O'rin muvofiq tangshayli. Tangshayib bo'lgandan keyin endi biz bu o'rinni cho'ngaytaylik. Cho'ngaytib chambar shaklli tanlash quroldim 1 2 3 4-inchisi bilan 3-inchisining orasiga bir dona kichik chambar chizib beraylik. Sizdoq ondan qavat rayonida yangi bir qavat qo'shib, mushu qavatga knopka taqtisidagi Alt delete bilan oldi ko'rinishning rangini to'kamiz yoki Ctrl delete bilan oxir ko'rinishning rangini to'ksak bo'ladi. Tangshab bo'lgandan keyin knopka taqtisining Ctrl D bilan tanlashni bekor qilib o'tamiz. Endi qurol sandig'idagi cho'ngaytish knopkasini qo'shib cheksak, asldagi oltib qaytadi. Navbatdagi dastlabki ishlam tutgan bo'ldi. Biz buni biroz zinnatlaylik. Ma'vo adadidan ziyoda cho'ng chiqibdi. Buni cho'ng ketgan yerni unum berib, kichikiltib biroz tangshaylik. Mush qavat kirdim. Ondan knopka taqtisining Ctrl T ni bosib biroz kichikiltiraman. Ya'ni Alt Shift ni bosib turib, muvofiq kichikiltiraman. Enterni bosdim, jazmlashtirdim. Ondan qaytib kelsam, bu xilolat keldi. Ammo ma'vo chambar bilan navbatdagi mush narsaga biroz unum beray. Mouse'ning knopkasini qavatning ustida chekdim, chiqqan tortilma tizimlikdan aralashma unum berish degan turni ijro qilib, bundan qapartim shaklidagi unum berish degan buyruqni ijro qilib, uyib kirib ketgan holatni ijro qildim. Ondan rangni muvofiq tangshayman. Aslida o'zining rangi toza o'lchamli rang emas. Navbatdagi shu ERP va tekstninki. Shunga i'ni knopka taqtisining Ctrl ni bosib turib, mush qavatni qo'shib kelib, navbatdagi i'ning rangi nima? Oq ko'rinish rangiga tangshayib qo'yman. Ctrl D. Ondan keyin qaytib chiqsam biroz o'yilib ketgan shakl chiqdi. Shunda hozir o'yilib ketgan shakl. Muvofiq bo'ldi, o'yilib ketgan shakl oldi. Endi ma'vo qavat kelib, navbat kichik chambar va qavatga mouse'ning knopkasini chekib, chiqqan tortilma tizimlikdan aralashma unum berish degan buyruqni ijro qilib, buni ochidimmi? Qapartim shakl berish, o'yilib kirib ketgan holat rang shaklini muvofiq tangshayli. Jazmlashtirdim. Ma'vo turnochidan ikkinchisini bosib ijro qilib qo'ydim. Jazmlashtirdim. Ondan qaytib chiqsam, o'ylab kirib ketgandek holat bo'ldi. Ya'ni tangshak holati keldi. Ondan keyin navbatgisi 3 bilan 4 ning orasida bo'lganlik uchun men 33 qilib bekitib qo'yay. 33 0. Ya'ni 330 ni bosdim. 330 ni bergandan keyin xatningki nusxasini muvofiq tangshayli. Ondan xatning razmerini tangshab beray. Bek cho'ng bo'lib ketmasin, 39 bo'lsin. Ondan keyin bu oxirgi 0 ni tanlab, tekst qurolini kirib, ustiga ko'tarish buyrug'ini ijro qilib berdim. Ondan jazmlashtirdim. Undan keyin ma'vo tekstning o'zini tanlab, tekstning rangini oxir ko'rinishining rangi bilan o'xshash qilib o'taman. Jazmlashtirdim. Tangshash uchun, tangshashga muvofiq bo'lsin uchun. Ondan mushu tekst qavatning ustida turib, mouse'ning knopkasini chekdim, aralashma unum berish, qapartim holat, ichiga o'yib kirib ketgan holatni berdim. Ondan keyingi qimmatni muvofiq tangshayman. Jazmlashtirdim. O'yib kirib ketgan holat shakllandi. Biroq xatningki rangini yana biroz qiynoqlashtirib qo'yaylik. Ma'qul shakldaroq qiynoqlashsin. Qiynoqlashganning yoqi o'yib kirib ketgan holat shakllangan bo'ldi. Buni xat razmerini taxminan 33 holatiga kelib qo'yayman. Muvofiqroq bo'lsin. O'rnini muvofiq tangshab loyiha uchun xat nusxasini muvofiq tanlasak, texnik yaxshi chiqadi. Bu xil shaklni hosil qilib bo'ladi.